Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Sizlarga bugun umurtqa girjalarini qachon operatsiya qildirish kerak, qaysi holatlarda konservativ usulda lichina olsa bo'ladi, shu haqida ozgina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Xo'sh, qachon umurtqa girjalari operatsiya qilinishi kerak? 8 mm dan yuqori bo'lgan girjalar yoki sekvestrlangan, ya'ni yorilgan girjalar yoki osilib qolgan girjalar hamda kichkina bo'lsa ham umurtqa kanali tor bo'ladi, ba'zi birlarda asoratlangan girja bo'ladi. Asorat ya'ni oyoqlarda parez berishi mumkin yoki siydik tutolmaslik holatlari bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda bemorga operatsiya kerak. Qolgan holatlarda konservativ usulda davolash kerak. Hozirgi kunda ko'pchilik MRT qilmasdan tabiblarga boryapti, kuydiryapti, so'rdiryapti, cho'zdiryapti. Unday narsalar xato hisoblanadi. Aslida MRT qildirish kerak. MRT ga qarab girjaning turlari bor, bosqichlari bor. Shunga qarab mutaxassis buyurgan muolajalarni olish kerak. Shundagina lichina yaxshi bo'ladi, tuzaladi. Keyin vrachma-vrach yurmaydi ko'pchilik. Bu vrach yaxshi, bu vrach. Bu tashxisni aniq qilib olish kerak. Undan keyingina lichina qilish kerak. Shuning uchun avvalo birinchi o'rinda MRT qildirib kasalligini, qanaqa kasalligini aniqlab olish kerak. Hammada ham girja bo'lavermaydi. Balkim umurtqalarda stenoz ketayotgandir yoki umurtqaning boshqa kasalliklari, siljishi mumkin, shamollashi mumkin yoki umurtqaning onkologik kasalliklari bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi mutaxassisga murojaat qilib, MRT qildirib, keyin davolangan ma'qulroq. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.